Sizda organizmda xronический kasallaringiz bor, siz doktorlarga murojaat qilyapsizda, aptekaning dorilari bilan davolanishga harakat qilib ko'ryapsiz. Lekin aptekaning dorilari sizga vaqtincha simptomni to'xtatib turyapti-da, siz to'liq davolanib ketmayapsiz. Kasalliklarni farq bo'lmayapsiz. Aynan siz uchun xronический kasalliklarni davolaydigan Vieda Ventun 1.0 pribori aynan siz uchun ishlab chiqarilgan. Uy sharoitida nafaqat sizning xronический kasalliklaringizni davolab beradi, balki barcha oila a'zolaringizni ham kasallik muammolaridan batamom qutulishga kafolat beradi. Aynan shu Ventun 1.0 pribori. Bu sizning temperaturangizni 41 gradusdan 42 gradusgacha ko'taradi tovoningizdan boshlab. Chunki hamma muammo organizmga tovondan kelib chiqadi. Tovonimiz ikkinchi yuragimiz. Butun akupunkturning nervniy tochkalarimiz tovonimizda joylashgan. Tovonimizda yilikgacha, suyagimizgacha, suyakning ichidagi yilikgacha temperaturani 41-42 gradusgacha ko'tarib, organizmdagi virus, bakteriya, shamollash, xronический kasalliklarni, onkologiyalik rak hujayralarini o'ldirib beradi.